Assalomu alaykum qadrli traderlar. Demak, davom etamiz. Anchadan beri video olmayotgan edik. Tillarni Elliot to'lqinlari va William Gann texnikasi bo'yicha analiz qilamiz. Demak, Elliot to'lqinlari bilan boshlaymiz. Demak, sразу D1 grafikiga o'taman va D1 grafikida bizada tillarda boshqarish, ya'ni o'suvchi bozor davom etmoqda. Va mana bu korreksionniy, ya'ni zigzag образный движение ham pastga qarab davom etmoqda. Hop, endi bu yerda taxminim bo'yicha WXY, ya'ni WXY to'lqini pastga tushishi kerak va shundan so'ng yana bozor 5-to'lqin bo'ylab tepaga harakatlanishi mumkin. Uning uchun bizada unaqa o'tganligimiz sababi, ya'ni сказочный средний, bugün average indikatorlari уже pastga harakatlanmoqda. Shuni hisobga olganda bizada WXY, ya'ni mana bu X to'lqini ham tugagan bo'lishi mumkin emas. Bu bozor yana ko'tarilishi mumkin 4600 gacha, keyin sekin pastlab 4-to'lqinga kelishini taxmin qilamiz. Hop, 1 soatlik time frame ga o'tadigan bo'lsak, 1 soatlik time frame da mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu uchburchak, ya'ni ABC uchburchak tepaga, demak bozor shakllanishiga taxmin qildik va bizada hozir W to'lqin tugab, ya'ni WX to'lqinigacha bozor kelishi mumkin, keyin yana Y to'lqiniga ko'tarilishini taxmin qilamiz. Chunki bizadagi mana bu juma kuniga qulash bizada impulsli harakat emas, ya'ni zigzag образный harakat bo'ldi. Shuni hisobga olganda yana tushishi mumkin bozor pastgacha, ya'ni mana bu yoqqa 4-to'lqingacha kelishi mumkin. Undan so'nggina yana ko'tarilishini taxmin qilmoqdamiz. Agar bozor impuls bilan tushib ketadigan bo'lsa, уже biz mana bu yerda уже C to'lqin tugaganini taxmin qilishimiz mumkin va bozor D1 grafiki holatiga ko'ra pastga ketishi mumkin. Endi William Gann texnikasi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, bizada hop 4399 уровень, demak hali bunchaqa yaxshi proboy bo'lmagan va taxminimiz bo'yicha agar bu уровень закрепление bo'ladigan bo'lsa, u holda bozor tepaga o'sa birinchi уровень 4548 va дальнейший рост 4600 gacha ko'tarilib ketishi mumkin. Biz taxmin qilgan edik bozor 3700 ga tushsin, lekin vaziyat biroz boshqacharoq bo'ldi. Ya'ni o'sha uchburchak Elliot to'lqinlari bo'yicha A, B, C tepaga, demak harakat davom etdi. A, B, C to'lqin bo'ylab va hozircha bu harakat davom etmoqda. Ko'ramiz endi, agar bozor bu yerda yorib chiqadigan bo'lsa, retest va birinchi o'rin bizada 4548 va keyingi o'rin 4600, 4700 gacha bozor ketishi mumkin. Bu D1 grafika. 4 soatlik time frame ga o'tadigan bo'lsak, 4 soatlik time frame da bozor hozircha 4428 o'rin hali yaxshi olgani yo'q, sweep bo'lgan va bu yerda taxminan 1 soatlik time frame ga o'sha orqaga mana bu o'ringa ugulga retesga kelishi mumkin. Bu yerdan yana tepaga дальнейший rost deb kutamiz. Like bosib qo'yamiz. Video yoqqan bo'lsa va davom etamiz.